O'rtoqlar so'radinglar, nihoyat subsidiyani ham ochib yuborishdi. Agar siz yosh oila bo'lsangiz yoki uy joyga ehtiyojingiz bo'lsa, 27-iyul soat 15:00 dan boshlab subsidiya olish uchun arizalarni yuborsangiz bo'ladi. Boshdan eslatib ketaman, subsidiyani agar bilmaganlar bo'lsa, qisqa ma'lumotchi. Subsidiya sizga boshlang'ich to'lovni bir qismini qoplash maqsadida davlat tomonidan 30 million beriladigan yordam puli hamda birinchi 5 yillik uchun kredit foizlarining 14% dan oshgan qismiga beriladigan yordam puli bu subsidiya va uni siz davlatga qaytarib berishingiz shart emas. Va bitta ikkita muhim qoidalarni bilib qo'ying. Subsidiya sizga katta ehtimol bilan chiqadi. Birinchi o'rinda er va xotinning nomida butun respublika hududi bo'yicha uy joyga egalik huquqi bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari ijtimoiy mezonlar asosida kamida 30 ballga ega bo'lgan bo'lishingiz kerak va sizning oylik daromadingiz belgilangan mezonlarga ham to'g'ri kelishi kerak. Endi mezonlar qanday degan savol agar sizda hozir paydo bo'lgan bo'lsa, profilimga obuna bo'lib qo'ying. Yana batafsil to'liq ma'lumot chiqaraman. Agar sizga yana ham to'liqroq, kattaroq video kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz, men subsidiyaga ariza topshirishdan bir kun oldin to'liq batafsil 15-20 minutlik mana shu subsidiya haqida 0 dan Z gacha bo'lgan video qo'llanmani ham chiqaraman. Bitta ko'rganda ariza topshirishgacha bo'lgan barcha qadamlar ketma-ketligini tushunib olsangiz bo'ladi. Obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying.